Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu kvartiramiz O'rizor bozor orqasida qurilgan O'rizor Residence nomlaridan bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz 16 etajkani 15-etajda joylashgan kvartiramiz. Atrofida mana uy-gohlar joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek uy-goh mana bu yerda besedkalar qilib qo'yilgan. Olib keling, ichkarisini ko'rsatamiz. Ikkita kiraverishimiz bo'ladi. Chapdan kirsak liftga qarab boriladi. O'ng qo'l tarafdan zinadan chiqib ketiladi. Bismillah. Ikkita lift bor, bitta passajir, bitta gruzovoylar uchun yuklar olib chiqishga. Liftdan chiqqanimizdan ko'rib turibsizlar, podizimiz ham yaxshi holatda. Olib keling. Bu tarafimizda tashqariga qaragan, mahallaga qaragan tarafi, mana bemalol mahalla ko'rinib turadi. Ko'rib turganlaringdek mahallamiz juda ham chiroyli, go'zal holatda turibdi mahalla. Ichkariga olib keling, ichkarini ko'rsataylik. Ichkariga kirganimizdan o'ng qo'lga qarab kelsak ham bo'ladi, chap qo'lga yurganimizda to'g'ridagi xonadon. Bu xonadonimizning umumiy maydoni 78 metr kvadrat, 2 xona, skvoznoy variant. Olib keling qani, bismillah. Kirib olganimizda mana bu remonti 75-80% ga bitgan. Bu tarafimizda birinchi xonamiz. Bu birinchi xonamiz. Olib keling. O'ng qo'l tarafimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni ko'rib turibsizlar, maydoni juda ham keng. O'rtada balkon. Balkonimizdan bozor tarafga qaragan balkon tarafi. Balkoni ham kichkina emas, ba'zilari kichikroq bo'ladi, bu juda ham katta qilingan balkoni. Oshxonani ham katta holatligini ko'rdingizlar. Bu o'rtamizda sanuzulimiz razdelni alohida. Mana bu o'rtada. Bu o'rtamizda bitta xona joylashgan yana. Bu kvartiramizdan narxiga keladigan bo'lsa, 55.900 bo'lsa berib yuboriladi. Pastdagi telefon raqamlariga bemalol telefon qiling. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiska tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa sizga yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Kimda-kim uy olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsa, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ishlaringizni tezroq bitirib berishga harakat qilamiz. Bemalol murojaat qilaveringlar.